Yaqinlarim, assalomu alaykum. Sizlar uchun qaranglar, 707 soti 5 xona ekan, zo'r mahalla, to'pik, kengina mahallani qaranglar zo'rligini. Zo'r mahalla. Shu xonadonimizni savdoga qo'yilayotgan ekan, o'rtakash, dallol, makler aralashmagan. Bizani bilasizlar, $100 ga xizmatini qilib beramiz, unaqa foiz oluvchi emasmiz. Sizga shu uylarimiz yoqqan bo'lsa, pastda egasini nomeri, shunda aloqaga chiqsangiz, lokatsiyalarni tashab berishadi. Ipodrom bozor, shu yerdan 2 kilometr, Toshkent shahar, Zangiota rayon, shunda Solnishni bilasizlar, kanslyarskiy tovar. Mana shunda oldida joylashgan. Yo'lga yaqingina. Kanalga obuna bo'linglar, unutmanglar. Hatta kelib ko'rib, prema egasidan ancha arzonga olsanglar bo'ladi. Bu yerda podvoli ham biznes qilsanglar ham bo'ladi. Va shu katta ekan, kirib urish ham почти 90% ishlari qilib qo'yilgan. Gaz, svet, suv umuman muammo emas. Bozor bir qadam, maktab bir qadam, bog'cha bir qadam, muammo yo'q. Tim bo'lsa ko'chani qaranglar, kengina bola chaqa o'ynashga tupik ekan. Kelajakda kerak bo'lsa, bemalol yana bir 30 ta 40 ta xona qurib olsanglar bo'ladi. Suv muammo emas. Mana suv bor, gaz bor. Mana bu tepasi splashnoy ekan, o'zi ham bir 8 metrga 4,5 metrli tepasi balangina boloxona ekan. Zo'r, tegi podvol. Qaranglar, har bir bandaga nasib aylasin. Bu yoqqa 2-3 ta oila joylashib olsa bo'lar ekan, yaqinlarim. Bu yoqdan kiramiz, podvolga ichkaridan ham chiqsa bo'lar ekan, yaqinlar. U yoqdan ham tashqaridan ham kirsa bo'lar ekan. Eshik romlari fasad polni qilingan. Faqat ichkariga aboyni qisanglar bo'ldi. Aboy patologlarigacha qilingan. Eshik romlar qo'yilgan. Внутренний romlarni qo'ysanglar bo'ldi. 3 metrga o'zi ham bir 10 metrdan oshiq ekan. Mana bu yerda mana 8 metrga 4 metrdan oshiq kattagina mehmonxona. Ko'chaga qaragan roman bor, hovliga qaragan. Devorlarini qalinligi ham o'zi ham bir 50-55 ekan. Xonalarni qaranglar. Radiatorlar qo'yilgan. Faqat aboy arzimagan pul qolgan. Razmer ham 5,5 metrga 4 metrdan oshiq. Общий 5 ta xona. Podvolida joylar bor. Bolaxona. 2-3 ta oila joylashib olsa bo'ladigan joy. Bu yoqda to'g'rida bu yoqda ham yana ikkinchi mehmonxona. 2 ta o'g'ilga 2 ta yotoqxona, 2 ta mehmonxona ekan. Bu yoqda oshxonamiz. Zo'r. Qaranglar, kattagina oshxona. Tashqariga qaragan romlari. Bu odamda podvolga tushib ketarsa, yuringchi operator. Perilarni, mana bu zinalarini ham zo'r qilib temirlardan yasab qo'yib turib. Bu yoq katyolxona, palov atapleniya, hammasini ishlatib qo'yilgan ekan. Bu yoqda общий sanuzelxona, mana podvolida ham dushovoy. Zo'r, bu podvolga bitta oila joylashib olsa bo'lar ekan. Bu yoqda bir hol, mana bu yog'i splashnoy kattagina mehmonxona mana. Kerak bo'lsa, yana bitta yotoqxona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqdan kirib chiqsanglar ham bo'ladi. Kelish kerak, gaplash kerak. Ipodromga 2 kilometr yaqinlarim. Shunday yo'lni yoqasida Solnishni kanslyarskiy bozori oldida. Pastda egasini nomeri, hali o'rtakash, dallol aralashmagan. Endi egasi 185 ming startoviy narxi. Kami bor. Taklifingizni bering. 100 mingga olasizmi, 150 ga olasizmi? Taklifinglarni beringlar, yaqinlarim, baraka topkurlar. O'g'li, tashqarida ham sanuzel xonasi bor. Общий 707 soti podvollardan boshqa отдельно 5 xona ekan. Kanalga obuna bo'ling, uy joy qidirib yurganlarga videoni jo'natib qo'ying. Sog' bo'linglar, biz qaytdik.